Assalomu alaykum. Ayollarning yaxshimisiz? Tuzimizda bizning patsientimiz borlar. Bu kishini kolposkopiyaga kelganlar. Bu kishida ikkita qiz bor. 3-farzandga o'g'il planirovka qilmoqchiman. Yaxshiyatda ketdilar. Inshaalloh Alloh bersin. Vaqt qo'yinglar, o'tirsinlar. Biz kolposkopiya qilamiz. Kolposkopiya bu bachadon bo'ynini probalar bilan ko'rish, sinamalar bilan ko'ramiz. Shunga qarab bachadon bo'ynida nima muammolar borligini aniqlab olamiz bizlar. Yilida har bitta sog'lom ayol yilida bir marta bu ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agarda problemasi muammoli ayollar yilida 2 marta, даже ba'zi bir kasallikda 3 marta ham ko'ramiz. Uksus probalar qilamiz, uksus bilan ko'ramiz, sinama o'tkazamiz. Yerda atsidabel epiteli bor, yo'qliklarini ko'rib olamiz. Shunga qarab diagnostika qilsa bo'ladi bachadon bo'yni kasalliklarini. Bachadon bo'yni bu kishida silindrichskiy yirtilishlari bor. Bachadon sheyqida ham yo'g'li probalar o'tkazamiz. Schiller probasi deyiladi bu. Bunda yod negativ zonalar aniqlanadi. Bu kishida ektopiyalari bor. Silindrichskiy epiteliy ektopiya bor. Mana displaziya o'lchovlari bu kishida yo'q. Hozirgi ayolimiz, mana kolposkopiya qildik bu ayolimizni. Ko'rganlarimizda mana oddiy ko'rinishi, qizarish bor sheyqada. Mana bu polniy uksus probamiz. Mana kattalashtirib ko'rganimizda mana bu yerda juda ham kichkina atsidabel achaglarimiz bor. Mana bu yerda kondilomalar bor. Ya'ni so'rg'ichsimon o'simtachalar mayda bor. Yod negativni mana bu polniy bizani yo'l probamiz. Ko'rdinglarmi, shu yerda qanaqa o'zgarishlar bor? Shuning uchun vaqtida ko'rinib yuringlar, bizga joylar kolposkopiya ko'ringlardan o'tib, bu ayolimizda endi pap test, VPClar, PCR analizlar ko'ramiz, mazoqlar, shunga qarab taktika qilib beramiz bu ayolimizga.